Qiz keltirish kelishimi. Abdori G'ayrat O'shur. Hujjat. Menki Shakir shundaq hujjat bermanki, saboqdashim Aygul va Ro'shanlarning masligidan foydalanib, ularning ippitiga tegdim. Ular bu chaqda o'zini bilmagidek mas bo'lib, Aygul nima o'qiyotdi? Oxir qulqimga kirmaydi. Faqatla yolg'on, ishboslik. Men qo'l qo'ymagan. Senlar o'ydirib chiqarishibsan. Degandan boshqani deyolmaydi. Yolg'on? Nemisi yolg'on? O'zining imzosi, barmoq izi. Ishonmasang, opirib qonuniy isbotlatib baqsang bo'ladi. Aygul qo'lidagi men purlab tashlayotgan hujjatni oldimga tashladi. Ehtimol bayotun o'zimni yo'qotganimda hujjatni yerdan olgan bo'lsa kerak. Ondaqda bu hujjat qo'llanadi bo'lgan ekan, to'xtam tuzishning nima zarurati? O'zining do'tligidan-ku. Shu kuni to'xtamga qo'l qo'yganingdan foydalanib, hujjatdagi imzoga erishmasan, sen imzo qo'yamding? Ondaqda Shamsiyada nima gunoh? Nima gunoh? Berib o'zidan so'ra. Qanotchisining tishiga tegsa, yaxshi oqibat ko'rmaydig'ini bilib qolsin. Akam bilan bo'lgan ishim yolg'on o'xshamamdi. Akamga unda qanjuqlar loyiqmi? Seni maqsadga yetib, bizni dog'da qo'ymasin deb o'ynab qo'ygan o'yinkan deb bilsangli bo'ldi, Shakir. Ma'qul. Endi meni nima qilsin deysa? Ko'p o'ylab o'ltirishning hojati qolmadi. Imzo va barmoq iz meningki. Teni bilibmi, tuhmat debmi qutqilib bo'lmaydi. Maqsadini o'qib boqqim keldi. Men bilan to'y qilasan. Hujjatdimi meni olaman deb yozgansan? Bo'lmasa, hujjatingni qonun o'rinlariga topshiraman. Mushundaq ifloslikni qilib yursam, seni ilishim mumkinmi? Mumkin bo'lmasa, ixtiyor o'zingda. Meni obdan bilasan. Qilaman degan ishimning qaysi birini qilmaganman? Faqat bo'lmasa, cho'nglar qilgan ishingni bilsa, seni meni erishga ko'ndira olmasmi? Uning so'zlaridan ota-onaga bildirman degan tahdid chiqib turadi. To'y qildikmi deyli. Mushi ishbosligini bilgan men sen bilan uy tutib keta olamanmi? Baxtli turmushdan so'z ejotamsan jonim. Bakmi u maqtasan. Tatliq lavlarini tishlab uzib olsam deyman. Men sana baxt izlab degandiman. Sen baxt deganning nimaligini bilamsan. Baxt degancha o'zini necha yillab qon yig'latgan sendek odamni topiniga yiqitib, azobning nima ekanligini tetitish Shakir. Shumi Shamsiyani sana tunishtirganman. Ikkinligi issiq o'tishib qoldi-ku deyman. Sallama hijronning ta'mini tetib qo'yish. Kelar haftaning 6-siga uyingdagilar uyimizga elchilik kelsin. Tikishgan pul to'yliqqa yetadi-ku deyman. Yur Ro'shan, ketaylik. Bu nocham bu yerda o'zini azroq sagitib olsin. Xo'sh. Ro'shangul mashinasidagi pulni ib keldi va oldimga tashlab berib, beshimni silab qo'ydi. Uning bu qilig'i menga ich og'ritayotgani bo'lsa kerak. Ular qaytish uchun mashinasining eshigini ichayotganda bo'lsa kerak. Bayotun to'pchang yo'qolib ketgan do'nglik keyindan bir voqea. To'xta. Aldirab nega? To'xtamangdan vaqti o'tmadi-ku deyman. Tonish ovoz yuragimni yana bir qitim larzaga soldi. Tushib ketgan beshimni ko'tarishga petnamadi. Beshingni ko'tar Shakir. Seni bu ishga buzuqning xarob qilib etishiga tashlab bermayman. Shart meni suyishgan-ku. O'rningdan tur, meni suy. Beshimni ko'tarish mumkinmi? Tushib ketgan beshim texim sangaradi. Butun badanim sizmini yo'qotmoqda. Issiq bir jup qo'l beshimni ko'tardi. Levimga. Yo'q, yuragimga bir suymakda. Men faqat uning yuzimga tushayotgan yeshidilla o'shimni topatdim. U yig'ilgan bo'lsa kerak. Suyishni ko'rmoqchidilar-ku. Suyish degan mushundaq bo'ladigan-ku.
To'xtamni chiqaringlar. Yo'q, Shamsiya. Sizlar hargizmi uftanmaysizlar. Sen bizga o'shlikingdan uni so'yayotsan. U seni keltirvasila, tutqan bo'ladi. Bu to'xtamga xilof. Xilof? Nimanga xilofkan? To'xtamni obdan-ku. Ikkingning oldida meni so'ysalam bo'ladi-ku. Kim meni keltirib ololmadi deydi. Meni keltiramisa, men uni so'yamdiman. To'lib alaqshimay to'xtamni hujjatdan chiqa. Ular keyin nima deyishdi faqat qulog'imga kirmadi. Bir chaqda Shamsiyago deyman, beshimni noq. Bo'ldi qil Shokir. Meni yuragimga pichoq solding-ku. Seni buncha razil bo'lib ketadi deb o'ylamabdikanman. So'ygunimni xato o'ylab qolma. Sening to'g'ri yo'ldan burilib ketishingga qarab turarmidim. Ammo men seni hargiz kechirmayman. Buningdan keyin meni izlaguchi bo'lma. Sana qaraydigan ko'zim yo'q. Al bu rasvoliklarning guvohchisi bo'lgan to'xtam hujjatlaringni. Meni rasvo qilgan nodonligimning shohidi shu qog'ozlar oldimga uchib tushdi. Kekeshladim. Bo'ldi qil Shokir. So'zlash huquqim yo'q. Uning oyoq tevishi anglandi. Beshimni ko'tarib qaradi. Asli men uni keltirmoqchi bo'lgan edim. Biroq hozir o'zimning u tarafidan keltirilganimni sezdim. Biroq menga fursat zodi yo'qdek bilinmoqda. Kallamda nurg'un chiqish xiyol. Mendan yiroqlayotgan Shamsiyaga agishib maqmoqda. Qandoq bildi bizning to'xtamimizni? Shamsiya, meni bir umr dog'da qo'ysang mayliki. Sen bilgan ishlarning tafsilotini bilmasam, zodi bo'lmaydi. Oygul bilan sizlar o'tiringlarda zodi nima ziddiyat bor? Yiroqdan to'pda o'sib ketayotgan mashina. Xiyollarim sana hamroh. Mening bugun bu joydan ketalishimning o'zimi bir ish. Butun badanim, sizimimni yana bir qitim yo'qotmoqda. Rasvolik bo'la, buncha bo'lmas. Rost esa, men bir nomusni bilmaydigan rasvo. Dardlarimni anglashqa kim toqat keltiramiz? Zarbi ta'siridan ig'ir betop bo'lib yetib qoldim. Qaysi kunki zukam hozirgi tushkun ruhiy holatimni chirmab elib, karvatdan tushamas qilib qo'ydi. Xiyollarim qanotlanib uchib yuratdi. Biroq men bu xiyollarni qilishdan bakma bezor. Afsus, men bezor bo'lgan bilan xiyol menga bo'y beray deydim. Yanala qanotlangan xiyollar ishra qalaymaqonlashgan nervlarimni texim qalaymaqonlikqa boshlaydim xolos. Ota-onam, doktor sestralar so'zlaydi. O'zingni ruhliq tut. Bundaq mayus, chechilang'o. O'zingni tashlaversang, kasalga o'zingni oldirib qo'ysan. Yana va hokazo. Biroq ularning nasihatlari qulog'imga kiratdi. Bo'lsa, mush zaifligimda o'liblik tugatsa. Barliq nomussizligim men bilan kessa. Shamsiyani ko'rishdan, uning sen nimachi nomussiz deganida qarashlardan biroqli qutulsam. Vaqt minut sekundlab nahayt osti o'tmoqda. So'lg'un chiroyim, o'ltirishgan xira ko'zlarim bir nuqta tikiladi. Bir sinizdi. Bu uyqusizlik shikayat keladiganidek shikayat keladi. Men istaganman, men shuncha yiqincha. Boshqa yetib doktorga bo'lsa, men bo'lsam bir jinoyatkorman. Shamsiyadek pak, g'uborsiz, butun vujudi axloq, hayo, nomus bilan yo'g'rilgan bir notavonni ayoni qo'yib qo'yib, gunoh so'rab akirgan men jinoyatkor bo'lmay, kim jinoyatkor hisoblanadi? O'zimni o'zim jazolab o'tgan bo'lsam-mu, ota-onamning zo'ri bilan tomoq yemasga amal qilolmadim. Ularning mo'ldirlab qarab turgan ko'zlariga bardoshlik beramay, oz-ozdan tomoqqa kirishganim uchun asta-asta yaxshi bo'lib ketyapti. Doktorlarning tirishchanligimi o'z kuchini ko'rsatyapsi kerak. Qopib o'ltiraligidek bo'lib qoldim. Ammo butun
butun badanim yanıla o'zimning emasligidek. Xiyollarim yanıla qanot qoqidi. Bir kuni xiyol ichra ishga beqib yotsam, tuyuqsiz Oygul dadisini boshlab kirib keldi. G'azab nafratim shuncha teshib tursimi, uning dadisining yuzidan chandurmaslikka majbur bo'ldim. Nima degan usti qoqvassan Oygul? Dadangni boshlab kelmasang, yuzingga tukirishimni bilasan-ku deyman. Shahar boshlig'i kiribla qo'limni siqib, Oy, nim bo'ldi Shokirjon balam? Nimandaq judab ketganing bu? Bizning jintak xabar bermagan bo'lsa, sening buncha bo'lib ketganingdan xabarsiz yurdi ekanman. u qiziq qarab qo'ydi. Oygul dadisining qarshisidan endi so'zlash sana keldi deganni sezgandek qilib. Shu menmi tungulla uqdim. Bo'lmasa burundilla yo'qlab kelib, Xayrinsa opamlarni japoga qo'yib yurmay o'zimni xabar olatdim. Odam deganning yuzi shunchami qilin bo'lamdiganda. Uning qilchimi xiyoliga kirib chiqmagandek qiladi. Rahmatsizliga shahar boshlig'i xizmatlarining shuncha oldirashchiligidimi bolamizni yo'qlab kelib, bizni to'limi xush qilib etdilar. Opamning takallub qaytarishiga ulabla, shundoq sizlarni ko'rganimdan intayin mamnunman. Yolg'on bo'lsa-mu so'zlashga majbur bo'ldim. Undaq dema o'g'lim. Sen mening o'z bolam bilan o'xshashsan. Sening og'rib qog'iningni ufqan Oygulmi, og'rib yiningga kelibolmisan yana? Boshliq ma'nili qilib opamlar qarab qo'ydi. Opammo shundoq degandek boshliqqa boshlang'ich uning so'zini quvvatladi. Bu nomussiz gaplarni anglab, nomusdan yuzim shalpardaq qizardi bo'g'ay boshliq. Bak nomuschan dasan Shokir. Esit, mushu holatingda qiz bola bo'lib qolsangchi. Bizning Mavjin o'zi qiz bola turib, sening po'qingni do'risichi kashki. Dada, nimandaq odamning yuzini tushirib yuriysan? Oygul dadisiga surkilib sat erkaladi. Uning qiliqlari zaif yurgimni nafratlarga teg'imi to'ldirdi. Bo'ldi. Yig'inim bor edi. Men mushuncha o'ltiray. Xayrinsa, sizlarni Shokirga qarayman deb ko'p charchaganlar. Bugun Oygulga bir fursat bersizlar. Shokirga u hamroh bo'lsa qandoq? Boshliq onamga ma'nili qarab qo'yib. Xo'sh Shokir, keyin yana yo'qlab kelaman. O'zingni asra. Oygul qizim, amisi Shokir sana qoldi. Xayrinsa opangni men uyga opirib qo'yib kelaman. Deginicha opamni boshlab chiqib ketdi. Qanday qila olaydim? Meni mushundoq rasvo qilib, kasal bo'lishimga sababchi bo'lgan sizning mushi qizingiz. Uni ko'rishga ko'zim yo'q deyma amisa. Opamning nima qilgani bu? Menga xo'shmi demay, olimdan xabar oldiganga men eng o'sh odamni tashlab qo'yib ketib borada. Hey, huquq. Sening oldingda hammamiz chakini insonlarga aylanimizda. Oygul yolg'iz qolganni fursat bilib, qishimga kelib qo'limni tutdi. Sat silkishildim. Nima qilganing bu? Senda nomus degan narsa bormi zodi? Nomus deb qopsan, Shokir. Sen uchun butkul xalqi olam oldida yalang'ochlanishga roziman. O'zini ippatlik chog'lig'anlarmi, boshqalarning ko'z suyishib yursa, nomus bo'lmaydi ekan-ku ana. Shu nomussizliklarni tilingga elishdan uyalg'in. Mening musholatga kep qilishimmi, sening shu pastligingda bo'lgan Oygul. Vaqira Shokir. Obdan vaqira. Bo'si vaqirishingni Shamsiya anglab, sening ovozingni bilsa, men vaqiramaydigan dushmanimga vaqirab, o'chimni elib beryotdi deb bilib, seni kechirvasa ajab emas. Nomusni bilmaydigan odamga nima degan bilan bekor bo'lish kerak. So'zlashlarga sukut qilish bilan javob qaytardim. Gap qilmaysan-ku Shokir? Qiyomatlik dushmanlaringning oldida nomusni qayrib qo'yib, seni so'ygan heliqi go'zaling qani. Men tek sening holingdan u xabar elayotgan chig'i deb, seni yo'qlab kelishdan yaltayg'ili tasliq qilgan edim. U bo'yindab odam izlayotganini do'rab, atrofga qarab qo'ydi. Yuragimni ziyda qilgan, qalbimdagi o'shmanligimni texmi yuqori ko'targan u noznimni ko'rmayman-ku Shokir. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda. Shokir, uning so'zlari tugaydigandek emas. Bo'libmi, Shamsiyani tillab, haqoratliginida yuragim pichoq tutilgandek ichishmoqda. Toqitim cheklik bo'lsa kerak. Sukut qilishga bardoshlik beramay, uning zidiga tegish uchun.
Bo'ldi qil Aygül. Shamsiyaning mo keladigan vaqti bo'ldi. U kunda qishimda yurib, holimdan xabar elyapti. Bekor qilgan gaplaring uning quliga kirib qolsa, o'zing sat bo'lmasin edi. Tüy resvala. Qilayotgan gapingni qara. Men seni xeyli g'urur bor o'g'il bola desam, nomus qilmay yolg'onni to'qiysin ha? Nədiki Şemsiye ekan o? O allaburun bu joydan ketib qolgan tursa, naladi yurib, sening holingdan xabar oladi. Shamsiyaning bu shahardan ketganini anglab uchibli tushdim. Qachonlarda o'shimga kelganimni bilmayman. Ko'zimni ochsam, onam, dadam, yana Oygullar beshimni qarab turdi. Oygulni ko'rib judonim tutdi. Ammo chondurmay ko'zimni yumib oldim. Azoblarim yumilgan ko'zim bilan birga ko'z yumgan bo'lsidi koshki. O'g'lim, qani aytsangchi, nima azobing bor? Anisi, bo'ldi so'rama. Uni bir oz aromida qo'yayli. O'zi ma'qul ko'rganda aytib bersin. Yur qizim, biz chiqib turaylik. Dadam qalb yaramni tushunsa kerak. Ko'rsamni qusqum keladigan bu nakes shaytonni yenimdan ep chikitib, meni bir oz bo'lsa tinchitdi. Onamning mishildab yig'lagan ovozini anglab tursam-mu, o'zimning tinch xiyollarimni deb uni tasalli qilishga ojizlik ko'rsatdim. Odam degan ajoyibda. O'zimizning bir oz manfaatini debla ota-onamizdan xotirjamligini o'ylabmi qo'ymaymiz. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda.